Pokiston hukumati Hindistonning 24-36 soat ichida harbiy hujum uyushtirish haqida ishonchli ma'lumotga ega. Bu haqida mamlakat axborot vaziri Ataullah Tarar ma'lum qildi. Pokistonda Hindiston tomonidan yaqin 24-36 soat ichida harbiy zarba berilishi rejalashtirilayotgani haqida aniq ma'lumot bor. Hindiston Pahalgamdagi voqeani yolg'on bahona sifatida ishlatmoqchi deb yozdi Tarar. Uning aytishicha, har qanday tajovuzga nisbatan Islomobod qat'iy javob qaytaradi va bu hududdagi og'ir oqibatlar uchun to'liq javobgarlik New Delhi zimmasiga tushadi. Eslatib o'tamiz, 22 aprel kuni Hindiston tarkibidagi Jammu va Kashmir ittifoqi hududining tog'li Anantnag tumanidagi Pahalgam shahrida qurollangan shaxslar sayyohlarga hujum qildi. Unda 26 kishi, 25 nafar Hindiston fuqarosi va 1 nafar Nepal fuqarosi halok bo'ldi. Yana o'nlab odamlar yaralandi. Mas'uliyatni Pokistonda joylashgan Lashkar-i-Taybaning bo'linmasi bo'lgan Qarshilik o'qi guruhi o'z zimmasiga oldi. Shundan so'ng Pokiston va Hindiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaydi. Chegara hududlarida otishmalar boshlandi. Pokiston mudofaa vaziri 28 aprel kuni Hindistonning harbiy bosqinini muqarrar degan fikrni bildirdi. Unga ko'ra, harbiylar hukumatni Hindiston tomonidan ehtimoliy hujum haqida ogohlantirgan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Pahalgamdagi hujum uchun javobgarlarning barchasi jazolanadi deya va'da berdi. Uning ta'kidlashicha, Hindiston qurolli kuchlari javob chorasi va vaqtini belgilashda to'liq erkinlikka ega deya munosabat bildirdi Hindiston bosh vaziri Narendra Modi.